Qarasan deb turdilar. Tugatgandan keyin bolam yo'q. Sen san'atkor bo'lmaysan. Madaniyat kollejiga topshiraman desam, yo'q dedilar. Sen turizm kasb hunar kollejiga oshpazlikka topshirasan, mana shu yerga o'qishga kirsang, men senga xudo xolasa yo'l ochib beraman. Har xil restoranlar ochib, mana shularni yurgizasan dedilar. Yo'q, dedim, baribir majbur bo'ldim, mana shu yerga borib imtihon topshirdim, kirdim, o'qidim. Bir yil menga qanday o'tganini o'zim bilmayman, to'g'risi. Juda bir o'quvsiz bo'lganimdan o'sha vaqtda endi qiziqish bo'lmaganda menda oshpazlikka. Darslarga kirish xohlamasdim, boshqa bo'lardi. Keyin majbur bo'ldilar, otam qaryaptilar, qarasam axloqim ham teskari tarafga qarab ketyapti, bilim ham olmayapman, o'sha joyda qotib qolyapman. O'g'lim dedilar, ikkinchi kursda madaniyat kollejiga o'tasan dedilar. Xursand bo'ldim, ada dedim, baribir shu narsaga erishdim dedim. Keyin mana qarabsizki, 2 yil madaniyat kollejida ikkinchi, uchinchi kurslari va albatta 4 yil O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida o'qib, mana 2020-yildan beri teatrda faoliyat olib boraman. Aktyor sifatida. Shu bilan men nima demoqchiman? Nimagaki qiziqsangiz o'sha sohaga kiring. Alloh sizga qalbingizga o'sha sohani joylagan bo'ladi. Qalbingizdan Alloh joylagan narsani eshitsangiz bo'ladi, bilsangiz bo'ladi. Qalbingiz bilan o'zingiz gaplashib bilsangiz bo'ladi. Mana misol uchun biz bu yerda hozir ko'rishib turishimizga ham asosiy sabab nima? Yurtimizning tinchligi. Yurtimiz tinch ekanki, mana bemalol ko'rishib turibmiz, bemalol mana suhbatlashib turibmiz. Agarda kim oldin aytib qo'yay, tadbir davomida bemalol menga savol berishinglar mumkin. Agarda kim aktyor yoki aktrisa bo'lishga qiziqayotgan bo'lsa, qaysi, misol uchun 10 ta fanlar bo'lsa, qaysi sohani o'rganishinglar kerak, misol uchun qaysi sohaga kirmoqchi bo'lsanglar, maslahatim shunga yaqin bo'lgan fanlarni chuqurroq o'rganinglar. Parallel olib boringlar, qolgan fanlarni ham o'qinglar, qolib ketmasin. Lekin ana shu sizlarga kerak bo'lgan kasbda kerak bo'ladigan fanni albatta chuqurroq o'rganish sizlarga maslahat beraman. Nimagaki keyinchalik kurslarda o'qib takrorlamaslik uchun, vaqtdan unumli foydalanish uchun. Bu vaqt kelmaydi, vaqt har doim ketadi. Vaqt har doim ketadi. Mana hozirgi qilayotgan tadbirimiz ham yarim soatdan keyin tarixga aylanadi. Bu tadbirni xuddi mana shunday ruhiyatda, xuddi mana shunday so'zlar bilan, shuncha insonlar bilan olib borib bo'lmaydi. Shu narsani unutmanglar. Har bir vaqtinglarni qadriga yetinglar. Darsda o'qituvchilarning aytganini qilinglar. Darsdan qochmanglar. Maslahatim, yomon illatlar chiqarmanglar. Sizlarga maslahatim, vatanimiz tinch. O'shaning uchun biz sizlar bilan shu yerda ko'rishib turibmiz. Tinchligimiz uchun sababchilardan biri bu jadid shoirlarimiz bo'lgan. Bizni uyg'onishimiz uchun harakat qilib kundaga boshini qo'ygan. Ana shulardan biri Abdulhamid Cho'lpon. Abdulhamid Cho'lponning Kuz chog'i nomli she'rini kimdir biladimi? Kimdir bilsa men qoyil qolaman. Hech kim bilmas ekan. Men bilaman shu she'rni. Abdulhamid Cho'lponning hayoti va ijodidan chuqur o'rganganman. Bir kuni NKVD xodimlari Abdulhamid Cho'lponni olib ketishga kelayotganini bildida, uyida bir gulxan yoqib, ana shu gulxanda yozgan qo'lyozmalarini yoqib o'tirdi. Ana shu vaqtda uni eng sevimli, eng sodiq shogirdlaridan biri Oybek uyiga kirdi. Ustozidan xabar olish uchun, chunki u ham bu xabarni eshitgan. NKVD xodimlari olib ketadi degani, bu bo'ldi, u o'ldi degan. U o'ladi, yo'q osiladi, yo'q otiladi degan. Kiradida Oybek, ustoz deydi, bekor yoqyapsiz deydi. Guldek yurtimiz yonganda qo'lyozmalar yonsa nima qildi uka deydi. Bekor yoqyapsiz desa, mana ne uyqusiz, azobli kunlarim yondi ketdi deydi. Bir narsani yozish uchun qancha mashaqqat ketadi, lekin shular majbur bo'lgan shuni yoqishga nimaga? Vatani haqida yozilgan narsalar bor. Do'stlari haqida yozilgan narsalar bor. Ana shu narsalarni NKVD xodimlari olib o'qiganida, u biz kutganida, tinta o'qigan vaqtida topib olib, ana shularni o'qib, do'stlari kimligini bilib, ana shular ham osilmasin, shular ham o'lmasin deb shuni o'ylab, do'stlarini o'ylab shu ishni qilgan. Ana shu vaqtda Oybek ko'zi tushib qoladi. Abdulhamid Cho'lpon bir she'rni yoqaman deganda, to'xtang deydi. Kuz chog'i bu she'ringiz yoqmay, hech bo'lmasa mana shu she'ringizni qo'lyozmasini menga bering. Yaxshi kunlar kelganda albatta sizga qaytarib beraman deydi. Abdulhamid Cho'lpon kulib aytadi: Oybek deydi.
Guldek yurtimiz yonyapti deydi. Qachon yaxshi kunlar keladi deydi. Biz shu uchun harakat qilyapmiz, lekin mana bizni ham olib ketyapti deydi. Ana shu vaqtda shijoat bilan, jahd bilan Oybek mana shu she'rni o'qiy boshlaydi. Yod olgan bo'ladi, hali qo'lyozmadan nashriyotga berilmagan narsani yod oladi va aytadi. Kuz chog'i tuproqlar gezarib qoldilar. Gezarib oldilar kuz chog'i tuproqlar. So'ng damda yaproqlar qizarib qoldilar. Qizarib yondilar so'ng damda yaproqlar. Qarg'alar bog'larda qag'lashib qoldilar. Bilmadim kimlarning qismati uzilur. Yong'oqqa yopishib bir changal soldilar. Bilmadim kimlarning umidi yo'q bo'lur. Ey sovuq ellardan muz kiyib kelg'onlar, u qo'pol to'shingiz qirlarda yo'q bo'lsin. Ey mening bog'imdan mevamni terg'onlar, u qora boshingiz yerlarga ko'milsin. Bilmadim kimlarning qismati uzilur. Kuz chog'i tuproqlar gezarib qoldilar. Bilmadim kimlarning umidi yo'q bo'lur. Kuz chog'i yaproqlar qizarib yondilar. Rahmat. Bu she'r bilan nima demoqchi? Abdulhamid Cho'lponning asli tahlil qiladigan bo'lsak, bu she'r kuz chog'i. Kuzda nima bo'ladi? Kuzda barglar daraxtlar to'kiladi. Yer qattiqlasha boshlaydi. Sovuq keladi. Yerlar quriy boshlaydi, daraxtlar quriy boshlaydi. Bu qurishni, daraxtni vatanimizga o'xshatilgan va albatta ana shu to'kilayotgan barglar bizni jadidlarimiz. Men ham to'kilaman degan nazarda yozilgan she'r. Albatta bir narsani aytib o'taman, vatanga har bir inson qachonki sadoqat bilan xizmat qilsa, vatanimiz tinch, osoyishta bo'ladi. Hech qachon mana shu xizmat qilgan inson horuzor bo'lmaydi. Vatanga sadoqat bilan xizmat qilish degani bu siyosat yo'nalishida yoki harbiy bo'lish degani emas, aksincha. Har bir inson o'z sohasida sidqidildan xizmat qilsa, ana shu vatanga sadoqat bilan xizmat qilish. Misol uchun men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Misol men qaysidir bir filmda yomon bola rolini o'ynayapman. Misol narkoman deylik. Ana shu rolni o'ynayapmanda narkomanni kimligini ko'rsatib beryapman va bu narsa yomon ekanligini ko'rsatyapman. Oynai jahon orqali baribir bitta ikkita mana shunday inson ko'radi va albatta, men qilayotgan ishim noto'g'ri ekan deb qachonki u to'g'ri yo'lga yurishni boshlasa, bu meni vatanga sadoqat bilan xizmat qilganim bo'ladi. Ana shu insonga chunki men ruhiyatim bilan, harakatim bilan, sog'lig'imni ketkazib, mahorat bilan shu narsani ko'rsatgan bo'laman. Sizlar ham misol uchun 11 yil o'qiysizlar. Bekorga aytmadim. Butun umringlarga yetadi shu o'qiganinglar. O'qigan predmetlar sizlarga butun umr asqotadigan fanlar. Har biri. Men ham o'yladim, fizika menga nimaga kerak? Kimyo menga nimaga kerak? Men axir aktyor bo'laman deb derdim. Yo'q, har biri kerak bo'ladi, baribir kerak bo'ladi. Sizlar ham hozir 11 yil davomida sizlarga ishla demayapti hech kim. Ter to'kkan demayapti, o'qigin deyapti, iqro deyapti. O'qish kerak. 11 yil davomida o'qishingiz kerak. Ana shu agarda siz o'qisangiz, shu sizni vatanga sadoqat bilan xizmat qilganingiz bo'ladi. Ustozlaringiz aytganini qiling. Eng avvalo hamisha sog', omon bo'ling. Xudo xohlasa keyingi yil ham Allohim nasib qilsin sizlar bilan ko'rishishni. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat.